YouTube'ga video qo'ymaganimizda ham почти 1 yil bo'libdi. Hozir men sizlarga 2026-yil 17-iyul kuni Malika bozorida iPhone'larning narxi necha pulliga bilan sizlarni tanishtirib o'taman. Video qiziq bo'ladi. Oxirigacha ko'ringlar. Birinchi bo'lib mana mayda telefonlardan boshlaymiz. Ko'rib turganinglar iPhone 11 64 talik. Akkumulyator 100 emas, bu almashgan, lekin yaqinda almashgan 100 deb hisoblasa ham bo'ladi. Bunaqa telefonlarning narxi hozir kunda bor yo'q, $170, $180, $200gacha bo'lyapti. Keyingi telefonlarimiz iPhone 12 Pro modellari bo'ladi. Mana o'zingizlar bitta ko'rasizlar. 68 yonks. Bunaqa telefonlar narxi $280 dan $300gacha bo'lyapti. O'zingizlarga yoqqan sustainability'siga qarab turib, narxlari chiqaveradi. $280-$300. Keyingi telefonlarimizda haligacha o'zini trendini ushlab turgan telefonlar bor. O'shalardan bittasi mana Samsung model iPhone 11 Pro Max bo'ladi. Sustainani ko'rasizlar. Zo'r 256 talik ofitsialniy sim yesim o'tgan yonks 71. Bunaqalar narxi $250 dan $300gacha sustain yonks gigabaytiga qarab. Keyingi telefonimiz iPhone 12 Pro Max bo'ladi. Holatini ko'ryapsizlar. Endi qaranglar, bunaqa telefonlarning narxi nech pul bo'lyapti? Rostdan $350 dan $400gacha bo'lyapti. Nimaga qimmat deyishinglar mumkin? Yo'q, qimmat emas. Narx-navosi rostdan shunaqa. $350 dan $400gacha, 256, 128, 512 holatiga, yonksiga qarab narxi chiqaradi. Qo'limda turgan 12 Pro Max narxi bor yo'g'i $350, 77 yonks, 256 talik. Eng yaxshi ko'rgan modelim bor meni. Yaqinroq kelinglar, o'zingizlar bitta ko'ringlar. Men mana bunaqa ikkita kamerali modellarni yaxshi ko'raman. Qo'limda turgani hasharotni yo'qotamiz. 128, 89 yonks bo'lgan iPhone 13 o'zi bo'ladi. Sustainalari zo'r holatda. Bunaqa telefonlarning narxi sustain yonkstiga qarab turib $300 dan $350gacha. Buni yengilari ham bor. Yengisining narxi где-то $500-550 atrofida. iPhone 13 Pro va 13 Pro Max lar. Xo'sh, 13 Pro dan boshlaymiz. iPhone 13 Pro lar holatiga, yonksiga qarab turib, mana bunaqa holatlarni o'zingizlar bitta ko'ringlar. 256, yonkislari 77, sustain ideal holatda. Bunaqada $400 dan $450gacha sotilyapti. Aynan bunisi $400 chiqadi. O'zingizlarga yoqsa, hozir YouTube postidan ham xarid qilsanglar bo'ladi. Pastda nomerlar bor. Sizlarga 13 Pro Max larni qisqa qilib obzor qilib beraman. 13 Pro Max 256 79 yonks. Gold rangda ideal holatda, hech qanaqa aybi yo'q. Narxiga keladigan bo'lsa, bor yo'g'i $550 ga xarid qilsa bo'ladi. Bundan arzonchilari ham bor. 13 Pro Max lar sustain yonks original yoki restavratsiyaligiga qarab turib $450 dan $550gacha chiqyapti. Mana bunaqalari ham bor. Bitta ko'rsataylik. 128 talik, 86 yonks. Holat ideal. Ko'ryapsizlarmi? Radnoy. Buni $500 ga beraveramiz. Keyingi telefonlarimiz 14 Pro va Pro Max lar. Xo'sh, orasidan bitta yaxshisini tanlaymiz mana. 14 Pro 128 83 yonks holatini ko'ryapsizlar. Qanaqa zo'r holatda. Bunaqa telefonlarning narxi hozirgi kunda xo'sh $450 dan $500gacha bu telefonimizning narxi $450 chiqadi. Sababi bitta ko'rsatamiz. Oynasida tirs qilgan joyi bor, lekin oynasida dog'i yo'q. Bu ustidagi shishasi almashtirsanglar ham bo'ladi, almashtirmasanglar ham bo'ladi. Narxi $450. O'zi bunaqada $500-530 sotiladi. Men shaxsan o'zim 14 Pro Max ishlataman va shu videoni ham 14 Pro Max da syomka qilyapmiz. Endi qaranglar, 14 Pro Max da rangiga, holatiga qarab turib narxlari $500, $550, $600gacha, $650gacha ham sotilyapti. Qaranglar, qo'limda turgani 5 korobka 128 76 yonks qora rangda. Buni narxi $500. 256 talik 83 yonks rangi oq bo'ladi. Buni narxi $600 chiqyapti. Keyingisi mana 128 talik orqa kirishga almashgan yonksda Radnoy 84. Buni narxi $550 chiqyapti. Keyingisi 14 Pro Max ko'rayotganingizda 256, yonkslari 78, gold rangda holat, zo'r holat. Bunaqalar $650 sotiladi. Sababi gold rangi ozgina qimmatroq yuradi. Keyingi modelni aytishdan oldin qanchalik darajada talab kattaligini vitrinani ko'rsatib o'taman. Bitta ko'ringlar, bo'shab yotishini ko'ryapsizlarmi? Xo'sh, 15 Pro Max o'zi nech pul bo'lyapti? Bitta narxini ko'rib chiqamiz mana. 15 Pro 128 talik, yonkslari 84, bir emas ikkita sim kartali. Bunaqa telefonlar narxi hozirgi kunda sustainasiga qarab turib $650 dan $700 gacha sotilyapti. Bunisi $700 chiqadi. $620-630 ga bunaqa 256 talik, yonkslari Radnoy 86, bitta orqa qopqoq almashgan bo'ldi. Bunaqa telefonlar narxi endi ustida ko'rganning hisobiga $620-630 sotiladi. Butunlari $700 gacha sotilyapti. Amerikadan kelgani ham bor bizda mana. Ko'ringlar, Amerikadan kelgan 128 talik, yonkslari 81, eSIM-da ishlaydi. Bunaqa telefonlar narxi где-то sustainasiga qarab turib $550 dan
$600 bu telefonimizda $600 chiqadi, korobka dokument ochilmagan. 1 2 3 15 Pro Max'ni o'zi nech pul bo'lyapti degandagi. Mana 15 Pro Max'da holatiga, sostoyaniyasiga qarab turib narxlari где-то $700 $800 atrofida bo'lyapti. Aynan bunimizni $750 chiqadi. Sababi 80 yonks 256 talik korobka dokument. iPhone 16 Pro'lar nech pul bo'lyapti deganlarga. Xo'sh, 16 Pro'lar narxi bilan bitta tanishamiz. 128 talik yonkslari 97. Bu telefonimizning narxi $900 chiqadi. Hamma joyi radnoy, yonksi bor yo'g'i 3% ga tashagan. Keyingisi 16 Pro 256 talik ko'rib turganingizda 90 yonks. Bunaqalarning narxi 850 atrofida chiqadi. Nimaga 850? Nimaga arzonroq? Sababi orqa qopqoq almashgan bo'ldi. 16 Pro Max'da nech pul deganlarga, mana ko'rib turganingizda ishlatilgan yonkslari yuz sostoyaniyalari ideal holatda. Bunaqa telefonlarning narxi $1100 bo'lyapti. Bozordan bemalol $1100-1150 ga. Bundan ham kam sikllilarni topishingiz mumkin. Bu 160 marta zaryadka olgan. Keyingi telefonimizda 99 yonks 256 talik. Bunaqa telefonlarning narxi $1050 dan $1100 gacha, bunisining narxi $1100 chiqadi. Keyingi telefonimizda ham 16 Pro Max 512 yonkslari 98 $950 chiqadi. Nega bu arzon desanglar, yaqinroq kelinglar. Bu Amerikadan kelgan eSIM da ishlaydi. Hozir kunda 16 Pro Max'lar narxi shunaqa. Keyingisiga o'tamiz. Hozir menda iPhone 17 Pro Max yoki 17 Pro'larning buvusi yo'qligini hisobiga iPhone Air'dan boshlaymiz. Bitta videoga olamiz. Bunaqalarning narxi hozir kunda $1000 demoqchiman. $1000 atrofida sotilyapti. Air 256 talik 99 yonks. Holat yengida. Faqat eSIMda ishlaydi. Bu telefonimizning narxini sizlarga $850 qilib beramiz. Video yoqqan bo'lsa bitta like bosib, bizani qo'llab-quvvatlab qo'yasizlar. Sahifamizga obuna bo'lib qo'yinglar. Bu yog'iga xudo xolisa tez-tez mana shunaqa iPhone ning narxlari, ishlatilganlarning narxini YouTube'ga qo'yib boramiz. Qo'llab-quvvatlab turinglar. Rahmat.